Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun juda muhim masalan gaplashamiz. Dafn etish uchun beriladigan yordam puli, ya'ni odam vafot etganda oilasiga ajratiladigan mablag' haqida. Bu mavzu har bir xonadonga tegishli. Chunki hech kim hayotda bunday holatdan kafolatlanmagan. Eng og'ir paytda ko'pchilik qaysi idoraga borishni, qanday hujjat kerakligini, pulni kim olishini va qancha muddat ichida murojaat qilish lozimligini bilmay qoladi. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bugungi ma'lumot sizga ham, yaqinlaringizga ham juda kerak bo'lishi mumkin. Men bugun ekspert sifatida sizga dafn etish nafaqasi qanday tartibda berilishi, avval qanday bo'lgan, hozir nimasi o'zgargani, pensiya jamg'armasi orqali qaysi holatlarda yordam puli oshishi, kimlar bunga da'vo qilishi mumkinligi va eng muhimi, amalda pulni olish uchun nima qilish kerakligini oddiy tilda tushuntirib beraman. Avvalo masalaning asosini tushunib olaylik. Dafn etish yordami bu marhumning oilasiga yoki dafn marosimini amalda tashkil qilgan shaxsga beriladigan bir martalik ijtimoiy to'lov hisoblanadi. Bu oylik pensiya emas, doimiy nafaqa emas, balki aynan vafot holati yuz berganda dafn xarajatlarini qisman qoplash uchun beriladigan yordam pulidir. Ko'pchilik buni dafn puli, ko'mish puli, pensiya jamg'armasidan beriladigan yordam deb ataydi. Oldin ko'p fuqarolar bu pul haqida umuman bilmas edi. Kimdir marhum pensioner bo'lsa, pensioner edi, balki biror pul berilar deb eshitgan, lekin hujjat topshirishga kechikkan. Kimdir marhum ishlagan bo'lsa, ish joyidan so'rash kerak deb o'ylagan. Kimdir esa bu faqat nogironligi borlar yoki urush qatnashchilariga beriladi deb noto'g'ri tushungan. Aslida tartib bundan kengroq. Vafot etgan shaxsning maqomi, ya'ni pensionermi, ishlovchimi, vaqtincha ishsizmi, bolami, ijtimoiy nafaqa oluvchimi, shunga qarab to'lov manbai va hujjat topshirish joyi farq qilishi mumkin. Hozirgi eng muhim o'zgarish shundaki, dafn etish yordami miqdori ko'plab holatlarda amaldagi bazaviy ko'rsatkichlar, pensiya va nafaqa tizimidagi qayta hisob-kitoblar, shuningdek budjet va pensiya jamg'armasi tartiblariga bog'liq ravishda oshiriladi. Ya'ni odamlar pensiya jamg'armasi yordam pulini oshirdi deganda, odatda shuni tushunish kerak. Ayrim to'lovlar avvalgi eski miqdorda qolmaydi. Davlat tomonidan belgilangan yangi miqdorlar asosida hisoblanadi. Shu sababli kecha bir summa bo'lgan yordam bugun boshqa summaga chiqishi mumkin. Lekin har bir odamga bir xil pul beriladi deb o'ylash ham xato. Miqdor marhumning maqomiga, hujjat topshirilgan sanaga, pensiya yoki nafaqa olgan olmaganiga, dafn xarajatini kim qilganiga qarab aniqlanadi. Endi oddiy qilib aytaman. Agar marhum pensiya oluvchi bo'lgan bo'lsa, ko'pincha murojaat pensiya jamg'armasining hududiy bo'limi orqali ko'riladi. Agar marhum ishlayotgan fuqaro bo'lgan bo'lsa, ayrim holatlarda ish beruvchi, ijtimoiy sug'urta tartiblari yoki tegishli idoralar ishtirok etadi. Agar marhum bola bo'lsa yoki ijtimoiy nafaqa oluvchi bo'lsa, boshqa tartib qo'llanishi mumkin. Shuning uchun men doim maslahat beraman. Eng avvalo marhumning oxirgi maqomini aniqlang. U pensiya olarmidi? Nogironlik nafaqasi olarmidi? Rasmiy ishlarmidi? Yakka tartibdagi tadbirkormidi? Ishchi sifatida ro'yxatda turarmidi? Mana shu savollar to'lov yo'lini belgilaydi. Keling, real hayotga yaqin misollar bilan tushuntiraman. Birinchi otaxon yoshga doir pensiya olgan, har oy plastik kartasiga pensiyasi tushib turgan. Otaxon vafot etdi, dafn marosimini o'g'li tashkil qildi. Bunday vaziyatda o'g'il pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiladi. U o'z pasporti yoki ID kartasi, marhumning o'lim haqidagi guvohnomasi, marhum bilan qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjat yoki dafn xarajatini aynan o'zi qilganini tasdiqlovchi ma'lumotlarni tayyorlaydi. Agar hamma hujjat joyida bo'lsa, bir martalik dafn yordami belgilangan tartibda to'lanadi. Ikkinchi holat. Onaxon nogironlik pensiyasi olgan. Farzandlari boshqa viloyatda, dafn marosimini esa qo'shnisi va jiyan tashkil qilgan. Bu yerda savol tug'iladi, pulni kim oladi? Faqat farzandi oladimi yoki dafn qilgan odam oladimi? Amaliyotda asosiy mantiq shunday. Yordam puli dafn xarajatini ko'targan shaxsga berilishi mumkin. Lekin buning uchun uning murojaati, shaxsini tasdiqlovchi hujjati va zarur holatda dafn bilan bog'liq isbotlovchi ma'lumotlar talab qilinadi. Shuning uchun qarindoshlar o'rtasida kelishmovchilik bo'lmasligi uchun oldindan bitta odamni mas'ul qilib belgilan hujjatlarni o'sha odam topshirsin. Uchinchi holat, marhum rasmiy ishda ishlagan, lekin pensiya yoshiga yetmagan. Bu vaziyatda odamlar ko'pincha adashadi. U pensioner emas edi, demak hech narsa berilmaydi deyishadi. Bu har doim ham to'g'ri emas.
ishlovchi fuqaro bo'yicha dafn yordam masalasi uning ish joyi. Ijtimoiy sug'urta holati va qonunchilikdagi amaldagi tartiblar asosida ko'rib chiqiladi. Ya'ni oila birinchi navbatda marhum ishlagan korxona buxgalteriyasi yoki kadrlar bo'limiga murojaat qilishi kerak. Agar korxona bizdan berilmaydi desa, yozma tushuntirish so'rang va keyin pensiya jamg'armasi yoki ijtimoiy himoya organlaridan aniq maslahat oling. Og'zaki gap bilan to'xtab qolmang. 4-holat. Marhum yakka tartibdagi tadbirkor bo'lgan yoki o'zini o'zi band qilgan. Bu yerda ham nozik jihatlar bor. Agar u ijtimoiy soliq va tegishli to'lovlarni to'lab kelgan bo'lsa, uning ijtimoiy himoya huquqlari boshqacha baholanishi mumkin. Agar umuman rasmiy faoliyati bo'lmagan bo'lsa, boshqa tartib qo'llanadi. Shu sababli elektron soliq ma'lumotlari, o'zini o'zi band qilganlik ro'yxati, to'lovlar tarixi kabi ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. 5-holat. Marhum nafaqadagi odam bo'lgan, lekin oxirgi pensiyasi hali kartasiga tushmagan yoki bankda qolgan. Bu holat ham ko'p uchraydi. Oila ikki narsani aralashtirib yubormasligi kerak. Birinchisi, marhumga tirikligida hisoblangan, lekin olinmay qolgan pensiya summasi bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, dafn etish uchun alohida yordam puli bo'lishi mumkin. Bular bir xil narsa emas. Agar marhumga tegishli pensiya hisoblangan bo'lsa, uni olish tartibi alohida ko'riladi. Dafn yordami esa vafot munosabati bilan bir martalik to'lov sifatida ko'riladi. Shuning uchun pensiya jamg'armasiga borganda faqat dafn puli deb emas, marhumning o'linmay qolgan pensiyasi ham bormi? Dafn yordami ham bormi? deb alohida so'rang. Endi kimlar xavotir olish kerak? Kimlar esa ortiqcha vahima qilmasligi kerak? Xavotir olish kerak bo'lganlar yaqinda yaqinini yo'qotgan, lekin hali hech qayerga murojaat qilmagan oilalar. Marhum pensioner bo'lganini bilib turib, keyin boramiz deb vaqt o'tkazayotganlar, hujjatlari to'liq bo'lmaganlar, qarindoshlar o'rtasida kim pulni olishi haqida kelishmovchilik bo'lganlar. Marhum boshqa viloyatda ro'yxatda turgan. Dafn esa boshqa joyda bo'lgan holatlar. Bunday vaziyatlarda vaqtni cho'zmaslik kerak. Kimlar vahima qilmasligi kerak? Agar siz hujjatlarni o'z vaqtida topshirgan bo'lsangiz, arizangiz qabul qilingan bo'lsa, sizga ro'yxat raqami yoki qabul qilinganligi haqida tasdiq berilgan bo'lsa, unda jarayonni kutasiz. Agar pul darhol tushmasa, bu har doim rad etildi degani emas. Ba'zan tekshiruv bazadagi ma'lumotlarni solishtirish, bank rekvizitlarini aniqlash, marhumning maqomini tasdiqlash vaqt oladi. Lekin kutish bilan birga nazorat ham bo'lishi kerak. 3-5 ish kundan keyin qo'ng'iroq qilib holatni so'rang. Zarur bo'lsa bo'limga borib ariza qayerda turganini aniqlang. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, yordam puli avtomatik tarzda hamma oilaga kelib tushmaydi. Ko'p odam o'lim haqida guvohnoma chiqdi, davlat o'zi bilib pul tashlab beradi deb o'ylaydi. Yo'q, ko'pincha ariza kerak bo'ladi. Ya'ni siz murojaat qilmasangiz, tizim sizning xarajatingizni kim qilganini bilmaydi. Shuning uchun ariza topshirish majburiy qadam. Ikkinchi nozik jihat, pulni olish huquqi qarindoshlik bilan cheklanib qolmasligi mumkin, lekin buni isbotlash talab qilinadi. Masalan, marhumning farzandlari chet elda, dafni esa ukasi yoki qo'shnisi qildi. Bunda hujjatlarni aniq tayyorlash kerak. Ba'zan mahalla ma'lumotnomasi, dafni tashkil qilganlik haqida tasdiq, xarajatni ko'targan shaxsning arizasi talab qilinishi mumkin. Har bir hududda amaliy talablar biroz farq qilgani uchun bo'limdan aniq ro'yxat oling. 3-nozik jihat, marhumning ro'yxatdagi manzili va yashagan manzili farq qilsa, hujjat topshirish joyi bo'yicha savol tug'iladi. Masalan, odam Toshkentda yashagan, lekin Farg'onada doimiy ro'yxatda turgan. Pensiyasi Farg'onadagi bo'lim orqali yuritilgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda bir bo'lim bizga tegishli emas deb, boshqasi u yerga boring deb yuborishi mumkin. Men bunday vaziyatda tavsiya qilaman. Avval marhum pensiya olgan hududni aniqlang. Pensiya qayerdan tayinlangan va qaysi bo'limda ish yuritilgan bo'lsa, asosiy murojaat o'sha yoqqa bo'lishi ehtimoli yuqori. Lekin elektron tizimlar orqali masofadan aniqlash imkoniyati ham bor. Shuning uchun telefon orqali oldindan maslahat oling. 4-nozik jihat, muddat masalasi. Dafn yordami bo'yicha murojaatni kechiktirmaslik kerak. Qonunchilikda ayrim to'lovlar bo'yicha ma'lum muddatlar belgilangan bo'ladi. Agar odam 1 yil o'tib ketdi, endi esladim desa, to'lovni olish qiyinlashishi yoki rad javobi bo'lishi mumkin. Shuning uchun men aytaman. Vafot haqidagi guvohnoma chiqqan zahoti dafn marosimidan keyin hujjatlarni yig'ishni boshlang. Og'ir vaziyat, tushunaman, lekin bu mablag' oilaga kerak bo'lishi mumkin. 5-nozik jihat, bank kartasi va hisob raqami.
Yordam puli naqd beriladimi yoki kartaga tushadimi? Bu hududdagi amaliy tartibga bog'liq. Ko'pincha ariza beruvchining bank kartasi yoki hisob raqami talab qilinadi. Karta faol bo'lishi kerak, bloklanmagan bo'lishi kerak, familiya ism pasportdagi bilan mos bo'lishi kerak. Agar karta boshqa odam nomida bo'lsa, muammo chiqishi mumkin. Shuning uchun ariza berayotgan odam o'z nomidagi kartani tayyorlab qo'ysin. 6-nozik jihat, yordam puli oshdi degan xabarni eshitib, eski holat bo'yicha qayta hisob-kitob talab qilish. Masalan, kimdir bir necha oy oldin dafn yordamini olgan, endi yangi miqdor oshganini eshitib, menga ham farqini bering deydi. Bu har doim ham mumkin emas. Odatda to'lov miqdori murojaat sanasi, vafot sanasi yoki to'lov tayinlangan sanadagi amaldagi tartibga qarab belgilanadi. Agar qonunda orqaga qayta hisoblash nazarda tutilmagan bo'lsa, avvalgi to'langan pulga avtomatik qo'shimcha berilmasligi mumkin. Shuning uchun har bir holatda aniq sanalarni bilish kerak. 7-nozik jihat, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Ba'zi odamlar, men pensiya jamg'armasida odam taniyman, pulni tez chiqarib beraman, oldindan xizmat haqqi bering deyishi mumkin. Men qat'iy aytaman, rasmiy to'lovni olish uchun hech kimga noqonuniy pul bermang. Ariza rasmiy qabul qilinadi, hujjatlar rasmiy tekshiriladi, pul rasmiy tartibda to'lanadi. Agar kimdir sizdan pul so'rasa, ismini, lavozimini so'rang, yozma javob talab qiling, kerak bo'lsa ishonch telefonlariga murojaat qiling. Endi amaliy qadamlarni birma-bir aytaman. Birinchi qadam, o'lim haqidagi guvohnomani oling. Bu asosiy hujjat. Faqat shifoxona ma'lumotnomasi yoki mahalla xabari yetarli bo'lmasligi mumkin. Rasmiy FHDG orqali berilgan o'lim guvohnomasi kerak bo'ladi. Ikkinchi qadam, marhumning maqomini aniqlang. U pensiya olganmi, nafaqa olganmi? Ishlaganmi, tadbirkor bo'lganmi, ishsiz bo'lganmi? Agar pensiya olgan bo'lsa, oxirgi pensiya qaysi kartaga tushganini, qaysi tuman pensiya jamg'armasi orqali yuritilganini aniqlang. Uchinchi qadam, ariza beruvchi shaxsni belgilang. Odatda daf xarajatini qilgan odam ariza beradi. Bu farzand, turmush o'rtog'i, ota-ona, aka-uka, opa-singil yoki boshqa shaxs bo'lishi mumkin. Muhimi, hujjatlarda chalkashlik bo'lmasin. Bir vaqtning o'zida bir necha odam alohida murojaat qilsa, jarayon cho'ziladi. 4-qadam, hujjatlar ro'yxatini tayyorlang. Odatda quyidagilar kerak bo'ladi. Ariza beruvchining pasporti yoki ID kartasi, marhumning o'lim guvohnomasi, agar mavjud bo'lsa, marhumning pasport nusxasi, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjat, ariza beruvchining bank rekvizitlari, dafni tashkil qilganlikni tasdiqlovchi ma'lumotlar. Ayrim holatlarda nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi, mahalla ma'lumotnomasi, ish joyidan ma'lumotnoma ham so'ralishi mumkin. 5-qadam, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga boring yoki oldindan telefon qilib aniqlang. Agar marhum pensioner bo'lgan bo'lsa, aynan pensiya jamg'armasi eng asosiy manzil bo'ladi. Bo'limga borganda shunday deb ayting: marhum falonchi yoshga doir yoki nogironlik pensiyasi olgan, vafot etgan. Dafn etish uchun bir martalik yordam puli va olinmay qolgan pensiya bo'yicha murojaat qilmoqchiman. Shu jumlani aniq aytsangiz, xodim sizga qaysi ariza shaxli kerakligini tushunadi. 6-qadam, arizangiz qabul qilinganini tasdiqlatib oling. Og'zaki qoldiring ko'ramiz bilan cheklanib qolmang. Ariza ro'yxatdan o'tganmi, qaysi sana bilan qabul qilingan, kim qabul qilgan, qo'shimcha hujjat kerakmi, bularni yozib oling. Agar elektron navbat yoki elektron ro'yxat bo'lsa, raqamini saqlang. 7-qadam, bank hisobingizni tekshiring. Ba'zan pul tayinlanadi, lekin karta muammosi sabab tushmay qoladi. Karta muddati o'tgan, hisob yopilgan yoki boshqa bank rekviziti noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ariza berishdan oldin bankingizdan hisobingiz faol ekanini tekshirib oling. 8-qadam, agar rad javobi berilsa, yozma asos so'rang. Sizga berilmaydi degan og'zaki javob yetarli emas. Nega berilmaydi? Qaysi hujjat yetmayapti? Qaysi norma asosida rad etildi? Qachon qayta topshirish mumkin? Bularni yozma shaklida so'rasangiz, keyin yuqori tashkilotga murojaat qilish oson bo'ladi. 9-qadam, mahalla va ijtimoiy himoya organlari bilan ham maslahat qiling. Ayrim oilalar ijtimoiy jihatdan og'ir ahvolda bo'lsa, dafn yordam bilan birga boshqa turdagi moddiy yordam masalasi ham ko'rilishi mumkin. Masalan, boquvchisini yo'qotgan oila, voyaga yetmagan farzandlar, nogironligi bor oila a'zolari bo'lsa, alohida nafaqa yoki ijtimoiy yordamga huquq tug'ilishi mumkin. Ya'ni faqat dafn pulini olib to'xtamang, oilaning keyingi ijtimoiy holatini ham ko'rib chiqing. Endi odamlar eng ko'p beradigan savollarga javob beraman. Birinchi savol: dafn yordami faqat pensioner vafot etsa beriladimi?
Yo'q, faqat pensionerlar bilan cheklanmaydi. Lekin pensionerlar bo'yicha pensiya jamg'armasi tartibi aniqroq ishlaydi. Boshqa toifadagi fuqarolar bo'yicha manba va tartib boshqacha bo'lishi mumkin. Ikkinchi savol, pulni olish uchun albatta marhum bilan bir uyda yashagan bo'lish kerakmi? Har doim ham shart emas. Muhimi, dafnni kim tashkil qilgani va hujjatlar qanday rasmiylashtirilgani. Lekin bir uyda yashaganlik yoki qarindoshlik ayrim holatlarda isbotlashni yengillashtiradi. Uchinchi savol, agar marhumning qarzi bo'lsa, dafn puli ushlab qo'linadimi? Odatda dafn yordami maqsadli ijtimoiy to'lov sifatida ko'riladi. Lekin bank hisoblari, ijro hujjatlari, qarzdorliklar bo'yicha murakkab holatlar bo'lsa, alohida tekshiruv kerak bo'ladi. Shuning uchun to'lovni ariza beruvchining to'g'ri hisob raqamiga rasmiylashtirish muhim. To'rtinchi savol, marhum chet elda vafot etsa nima bo'ladi? Bu murakkabroq holat. O'lim hujjatlari chet elda berilgan bo'lsa, ularni O'zbekistonda tan olinadigan shaklga keltirish, tarjima, legalizatsiya yoki apostil masalalari chiqishi mumkin. Keyin marhumning O'zbekistondagi pensiya yoki ijtimoiy maqomi bo'yicha murojaat qilinadi. Bunday holatda shoshilmasdan konsullik, FHD, YOXO va pensiya jamg'armasi bilan ketma-ket maslahatlashish kerak. 5-savol. Dafn yordami oshganini qayerdan aniq bilamiz? Eng ishonchli manbalar pensiya jamg'armasining rasmiy kanallari. Hukumat qarorlari, amaldagi qonunchilik bazasi, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limi. Ijtimoiy tarmoqlardagi falon million berilar ekan degan gapga darhol ishonmang. Har doim rasmiy manbadan tekshiring. Chunki noto'g'ri xabar odamlarni ovora qiladi. Men tomoshabinlarga yana bir muhim narsani aytmoqchiman. Dafn marosimi oilaga nafaqat ruhiy, balki moliyaviy og'irlik ham olib keladi. Tobut, transport, qabriston bilan bog'liq xarajatlar. Marosim, qarindoshlarning kelib ketishi, hujjatlar, bularning hammasi pul talab qiladi. Davlat tomonidan beriladigan dafn yordami hamma xarajatni to'liq qoplamasligi mumkin, lekin u oilaga aynan og'ir paytda yengillik beradi. Shuning uchun uyat bo'ladi. So'rab yurmaylik, baribir bermaydi deb o'zingizni bu huquqdan mahrum qilmang. Bu sadaqa emas, bu qonuniy ijtimoiy kafolatdir. Agar siz hozir shunday vaziyatda bo'lsangiz, men sizga aniq reja beraman. Bugun o'lim guvohnomasini tekshiring. Ertaga marhumning pensiya yoki ish holatini aniqlang. Keyingi ish kunida pensiya jamg'armasi yoki ish joyiga murojaat qiling. Hujjatlaringizni nusxa qilib tayyorlang. Arizangizni ro'yxatdan o'tkazing va javobni nazorat qiling. Agar biror joyda sizni tushunarsiz sabab bilan qaytarsa yozma javob so'rang. Agar hujjat yetishmasa, aynan qaysi hujjat kerakligini yozib oling. Agar sizga keyin keling deyishsa, qaysi kuni, kimning oldiga, nima bilan kelishingiz kerakligini aniqlashtiring. Bugungi mavzuning asosiy xulosasi shuki, dafn etish yordami bo'yicha tartibni bilgan odam pulini tezroq va kamroq asab bilan oladi. Bilmagan odam esa idora yuradi. Muddatni o'tkazib yuboradi yoki umuman olmasdan qoladi. Pensiya jamg'armasi orqali beriladigan yordam puli miqdori amaldagi tartiblar asosida oshib borishi mumkin. Lekin har bir holatda marhumning maqomi, hujjatlar, murojaat sanasi va to'lov manbai alohida tekshiriladi. Azizlar, agar sizning oilangizda yoki tanishlaringiz orasida shunday holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Dafn yordamini oldingizmi? Qancha vaqt kutdingiz? Qaysi hujjatlar talab qilindi? Sizning tajribangiz boshqa odamlarga yordam beradi. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa, moddiy yordam va ijtimoiy himoya bo'yicha eng muhim yangiliklarni sodda tilda tushuntirib berishda davom etaman.